Ideal holatda 2 xonali kvartira sotuvga chiqyapti. Hurmatli obunachilarim, orqamda turgan ushbu fayzli kvartira zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Kirish qismi eshiklari temirdan. Uyimizning remontlari a'lo darajada. Ko'ringlarda, sizlarga aniq manfaatli bo'ladi. Kirish qismi proxod, hol do'stlar. Devorlar mo'yshabo'y qilingan, taylari laminant pol bo'lgan, Euro montaj svet ishlari o'tgan. Undan tashqari gaz, suv, sveti, issiq suv, TV kabel, Wi-Fi dan muammo yo'q. Mana mehmonxonaga bitta baho bering, juda ham ajoyib, juda ham chiroyli holatda. Barchamizga shunaqangi fayzli chiroyli xonadonlar nasib qilsin. Havas qilganlar izohlarda inshaalloh so'zini yozib ketishni unutmaymiz, hurmatli obunachilarim. Endi videoda sizlarga qo'ldan kelganicha ushbu xonadonni yoritib berishga harakat qilaman. Videoni boshidan boshlaymiz. Kirish qismi eshigi, o'sha aytib o'tgandek, chiroyli mustahkam temir eshiklar qo'yilgan, svet montajlari, Euro montajlar bo'lgan. Bu tomonda sanuzel qismi, eshiklari akfadan, devorlar, yerlar 100% kafil qilingan, vannalarimiz bor, rakvinalarimiz bor. Bu tomonda mana univalniklarimiz bor ekan do'stlar. Uy juda ham chiroyli, juda ham fayzli, yangi ta'mirdan chiqqan. Uyimiz 100% isitish tizimiga ega, atapleniya bor. Qarang, mehmonxonamiz ham devorlari mo'yshabo'y bo'lgan. Xo'p, Euro montaj ishlari qilingan, taylari laminant pol bo'lgan. Bu tomonda mana bunaqangi televizorning zona qilib qo'yishgan, mana qandiliga, lekin necha baho qo'yardilaring, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib keting. Juda ham yoqdi menga ushbu qandil. Bu tomonda mana ko'rishingiz mumkin, televizorning zona. Ichki eshiklarimiz MDF, romlarimiz, tashqari romlarimiz do'stlar akfa qilingan. Endi bu tomonga kiramiz. Bu tomondagi xona avval oshxona bo'lgan, hozirgi kunda o'sha 3-xona sifatida ishlatib kelinyapti. Ko'rishlaringiz mumkin, bemalol bolalar xonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hamma narsalar yangi holatda. Uyimiz 4 qavatli domda, 3-qavatda joylashgan. 2 xonani 3 xona qilib yuborsangiz bo'ladi. Uglovoy veranda kvartiramiz 47 kvadrat metr. Bu tomonda kattalar yotoqxonasi. Bu endi o'zgacha. Ko'rishingiz mumkin, kattalar yotoqxonasini ham remontlari a'lo darajada do'stlar, holatiga bahoni o'zlaringiz berasizlar. Videoni oxirigacha ko'rsalaring, sizlarga narxlarini va hududni ko'rsatishga harakat qilib boraman. Bu ham mo'yshabo'y qilingan, mana bunaqangi rozetkalar o'rnatib qo'yilgan ekan. Kulchatlarimiz bor, rozetkalar televizorning zonaga moslab qo'yilgan ekan. Holatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu tomonda mana romlarimiz 100% almashgan, sifatli radiatorlar qo'yilgan. Hududga bitta baho beringlar. Hudud juda ham ajoyib. Uyimiz oldida mashinaga, parkovkaga joy, bolalar o'yingohlari bor. Ha aytgancha, devorlarimiz 100% uchiplik qilingan ekan do'stlar. Bemalol olib mazza qilib yashasangiz bo'ladi. Va bu tomonda o'zida alohida do'stlar aytib o'tganimdek veranda qismi bor. Verandaga oshxona chiqqan. Bu yerda ham ko'rishingiz mumkin, romlarimiz 100% almashgan. Duh konturni atapleniyalarda o'rnatib qo'yishgan ekan. Uy egalari jonlari sog' bo'lsin. Xullas kalom bir so'z bilan aytganda, ushbu xonadonda yashab bersalaring bo'lgani. Do'stlarim, ko'ringlar, agar sizlarga chiroyli hududlardan fayzli remonti tiniq holatdagi kvartira zarur bo'lsa, ushbu kvartirani taklif qilaman. Mana domda tashqari tomondagi tashqi fasad qismi. Qalay, uy sizga ma'qul keldimi? Ma'qul kelgan bo'lsa, shu joyga bitta like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Manzillarni yana bir karra eslatib o'taman. Farg'ona shahar, Kirgili hududi, 21-maktab, Go'rgaz ko'chasida 4 qavatli domda 3-qavatidan do'stlar 2 xona, 3 xona qilsa bo'ladigan 47 kvadrat metrdan iborat bo'lgan yangi ta'mirdan chiqqan ideal holatdagi kvartiramiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Hujjatlari notariusga tayyor, isitish tizimi bor. Undan tashqari gaz, suv, svet, issiq suv, TV kabel, Wi-Fi tizimiga ega bo'lgan ushbu fayzli xonadon nech pul deb o'ylaysizlar? Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu xonadonda uy egalari tomonidan $26500 baho so'ralyapti. Yana ozmoz kelishiladigan joy bor. Ko'ringlar, ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana video chap tomonda shundoqqina uy egalari telefon raqamlari turibdi. Bog'laning, gaplashing va savdolashib ushbu xonadonni bitta qo'ldan xarid qilishlaring mumkin. Endi sizlar bilan birgalikda tashqariga chiqamiz. Tashqari hududda ham 100% ko'rsatamiz. Keyin sizlar bilan xayrlashamiz. Ungacha siz kanalga obuna bo'ling va videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ketdik obunachilarim, sizlar bilan birgalikda tashqariga chiroyli sayohat qilamiz. Xo'p do'stlar, biz tashqariga chiqib oldik. Aytib o'tgandek, bu domda tashqari tomondagi tashqi fasad qismi, aytib o'tgandek, manzil Farg'ona shahar, Kirgili, Shirotka hududida bo'lyapti. Bu tomondan to'g'ri yurib chiqadigan bo'lsangiz, o'sha 21-maktabga chiqib ketsa bo'ladi. Yubileykaning ko'chasi, buni hamma yaxshi biladi. Go'rgaz ko'chasi desak ham bo'laveradi do'stlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hududga ham bitta baho bering. Juda ham tinch, yaxshi hududda joylashgan ushbu ko'ndalang turgan dom. Bu tomondan kirganimizda, u tomondan oxirgi 1-podest 4 qavatli domda 3-qavatidan 2 xona 3 xona qilingan 47 kvadrat metrdan iborat bo'lgan kvartiramiz zudlik bilan sotiladi. Endi uyga maktab, bog'cha, magazin, apteka, poliklinika, bekatlar, ovqatlanish zonalari bozorcha yaqin joyda. Narxi 26500 baho so'ralyapti. Ozmoz kelishiladigan joyi bor. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, mana video ostiga uy egalari telefon raqamlarini qo'yib qo'yapman. Bog'laning.
oling, gaplashing, savdolashing va ushbu xonadonda bitta qo'ldan xarid qilishlaringiz mumkin. Juda ham ko'p obunachilarimiz bizdan so'rashadiki, Sergey Pazbe remontlari yaxshi holatda bo'lsin, shundoq kirib yashaylik, chiqim qilmaylik degan insonlarga mana ushbu kvartira ataladi. Ko'ringlar, yoqadigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Shunchaki uy egasiga asli uy-joy savdodan ko'rib sizni bezovta qilyapmiz desalaring, sizlarga chegirma ham qilib berishlari mumkin. Xato nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmaymiz. YouTube'da, Instagram, Telegram, Facebook, TikTokda kuzatib borishlaringiz mumkin. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Doimgidek Farg'ona shahridan o'sha Sergey Pazbe uning jamoasi bo'ldi. Keyingi yangi videogacha xayr, sog' bo'linglar.